Boshni ko'ryapsizlarmi? Hamma joy tutab ketdi. Kanalli ventilyator, tutun chiqaradigan apparat. Bu tutun chiqadigan apparat bilan hozir kanalli ventilyatorimizni qanday tortishini ko'rsatib beramiz. Go'xralarni tortdik pastga. Shu hamma joy tutun bo'lib ketmasligi uchun Sizga ham mana shunday kanalli ventilyator kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Narxlari, razmerlari va batafsil ma'lumotlarni opisaniyada yozib qoldiramiz. mana hozir ko'rsatib beryapmiz. Tiq. Vo. Boshni ko'ryapsizlarmi? Bu kanalli ventilyatorlarimizni uy-joy, ofis, sanuzellarga bemalol qo'ysa bo'ladi. Skladlarga, kichik sexlarga, ishlab chiqarish joylariga ham o'rnatsangiz bo'ladi. Hamma joy tutab ketdi. Odamlar hayron bu yerda nima bo'lyapti deb. Yong'in chiqdimi? Topishni qaranglar. Ovozi ham shovqini yo'q. Go'xadan ketyapti. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Manzilimiz Jome bozor, Yevroaziya 2-blok, 30-do'kon.